ibodati xos o'sha ibodatda aytadiki, Alloh jalla ta'zamatu uni bandalarning ustiga xos hukm beribdi. Misli nimada? Namoz, zakot, ro'za, haj baytulloh sharif. Bular o'zi xos Qur'oni Karimga va ahadis nabaviy sallallohu alayhi vasallamga zikr berilibdi. Xudoval mutol buni musulmonlarga xos shaklga hukm beribdi. Buni otini nima deb biladi? Bu qismga ibodatlarni ibodati xos deb biladi. Qismi dumi ibodat nimada? Ibodati am. Pas ibodati am nimani aytadi? Ibodati am va ma'noy xosdan, ya'ni izofa. Bu xos shaklga edi va bu am, ya'ni umum shaklga. Bu ma'noy nimada? Umum shaklga ibodati dar nazar oladi. Shuning uchun bu ibodat otini ibodati am deb biladi. Tamoman, ya'ni insonda zindalikka bu irtibot topadi. Ibodati am nimada? İnsonda zindalikka irtibot topadi. Masalan, inson vaqtini mutobiq shariat-i g'urroy Muhammadiy sallallohu alayhi vasallam sifari qiladi. Va hamchinon tijoratini, muomalasini tamoman abod zindaligini mutobiq shariat yo'llaydi. Shular kullisi tahti ibodat nima shomilda? Ibodati omma shomil bo'ladi. Pas mana bu ibodat albatta sizlarga ta'rif berildi. Ibodat nima ma'nosi bor va aqsomi nechtadir va bu xizmatlaringizga bugun tadris berildi.